Salom hammaga. Bugun To'qsoyga guruhlar bilan keldik. Hozir mana bu yo'ldan kirib ketamiz. Yo'lda yana syomka olib ketamiz, ko'rasizlar. Keyin mana agar kim aktiv turizmga qiziqsa, mashqdan ketasizlar. Agar kim passiv turizmga qiziqadigan bo'lsa, mana kapitallar bor. Bemalol kelib o'tirsanglar, Niva mashinalar qo'yilgan. Kelinglar, hammalarni kutamiz. Oldinda yana 3 kilometr bor. Chiroyli joylarda mana davom. Ko'rsatib qo'ying. Soat 1:30 bo'ldi. Soat 10 ga chiqish boshlaganmiz. Gruppa bilan 3,5 soat yurdik. Endi gruppa bilan sal vaqt o'tiladi, lekin o'zinglar chiqsangiz 2 soatda chiqsa bo'ladi. Shu havo ham chiroyli bo'lib turibdi mana. Ko'rsatib qo'ying hamma shasharalarga. Endi biz sayohatimiz eng zo'r paytga keldi. Ya'ni qanaqa bo'lsa ovqat yeyish payti. Biz ovqat yeysa taklif qilsa buterbrod yeb ketdingiz. Konkret pishiramiz. Ko'rsating mana. Taskelarni ko'rsating. Paxotagani ko'rsating mana. Grillarini. Yonida ko'rsatib qo'ying. Kelinglar, yeyinglar. Abdullah mana jarayonni ko'rsating, jarayonni. To'g'ri. Ana qo'yman, bizga ketib kallashmayapti. Asangette yo'lda ketib olyapsan, indalar. Keling mana. O'zim shaxsan olib beraman. Boshqa otlardan boshqa. Yuzda pishgan karbasalar. Yo'q, beraman hammaga. O'sha vaqtda to'xtab. Samarqandda yurib o'rgan kechgan. Qarab qo'ying. Ani. Paxotaga ye. Davay. Yo'q, bo'lsa. Qoraygan joylarda. So'rtishga grill bo'lmaydi. Voy. Yog'li tomonda.